o'tadigan mavzuyimiz past perfect continuous mavzusini o'tamiz. Past perfect continuous bilan present perfect continuousni nima farqi bor? Present perfect continuous, present perfect continuous bu hozirdan oldin nimadir sodir bo'lgan. Past perfect esa o'zi aytib turibdi. O'tmishdan oldin nimadir sodir bo'lgan. Ya'ni o'tmishda qandaydir bir ish harakat sodir bo'lgan, undan oldin esa sodir bo'lgan ish harakatga aytiladi. Masalan, yesterday morning I got up. Men turdim. Va looked out of the window. Derazaga qaradim. Endi mana bu yerdagi got up va looked qaysi zamonda kelyapti? Pastda kelyapti, o'tmishda kelyapti. Va siz turdingiz o'rningizdan. Endi derazadan tashqarisiga qaradingiz. Va the sun was shining. Quyosh charaqlab turgan ekan. Lekin but the ground was wet. Yer ho'l ekan. Shunda nima bo'lgan deysiz? Yer ho'l. Derazadan qaradingiz, yer ho'l. Quyosh charaqlab turibdi. Nima bo'lgan? Yomg'ir yoqqan. Endi mana shu gapimizni bu natija, bu yangi informatsiya beradigan natija zamon bo'lib, endi buni past perfect continuous zamonda aytamiz. It had been raining bo'ladi. Yomg'ir yoqqan ekan bo'ladi. Ya'ni siz derazaga qarashdan oldin, quyosh charaqlashdan oldin, ya'ni siz turishingizdan oldin yomg'ir yoqqan. Mana shu holatni past perfektda beramiz. Ya'ni mana got up, looked, was kabi o'tmish grammatikalardan keyin undan oldin nima sodir bo'lgan bo'lsa, o'sha past perfect continuous zamonida yoki past perfektda beriladi. Tushunarli? Bu o'zimizni qarang qanaqa qan degan grammatik qo'shimchani beryapti o'zbek tilida. Yoqqan ekan. Nimadir bo'lgan ekan. Natijani aytishda u hansirab turibdi. Nima bo'lgan? Kecha hansirab turgan edi. Nima bo'lganda oldin? U chopib kelgan, qilgan. Mana shunaqa ma'noni beradi. Va present perfect continuous va past perfect continuousni farqini aytdimmi? U farqilmaykan present perfect hozirdan oldin, past perfect esa o'tmishdan oldin nimadir sodir bo'lganini aytishda ishlatiladi. Va ko'p kishi was va juda ham ko'p kishi was verb ing bilan had been verb ing ni adashtiradi. Ya'ni perfect esa am verb ing bilan have been verb ing ni adashtiradi. Buni farqini hozir ko'ramiz. Buni farqi misollarda ko'ra olishingiz mumkin. Men umid qilamanki, I hope the bus comes soon. Tezda keladi. Chunki u natija nima qilib o'tiribdi undan oldin? I have been waiting. Men kutib turgandim uni.
20 minutdan beri. Mana shu yerda for bo'lmaganda edi, siz I am waiting desangiz bo'lardi. Lekin qachondan beri kutib turganingizni aytishda mana shu for ishlatiladi. Va gapni ostida ham bir ma'no yozibdiki, kutib turibman. Bu yerda bir natijani, yangi informatsiyani sizga aytyapti. Tushunarli-a? Endi bu yerda ko'rdingizki, comes hozirgi zamon kelyapti. Undan keyin natijani aytishda esa bu present simple birinchi qismi, keyingisi natijani aytib present perfect bilan beryapti. Bu birinchi misolimiz. Endi ikkinchi misolimiz o'tgan zamonda. At last xayriyatki avtobus keldi. Va u undan oldin nima qilib turgan bo'lgan avtobus kelishidan oldin? I had been waiting. Men kutib turgandim uni 20 for 20 minutes. 20 minutdan bir kutib turgan bo'lgan. Undan oldin. Endi mana bu yerda came keldimi, siz o'sha keyingi natijani aytishda mana bu zamonni berishingiz shart. Shu zamonni berishingiz shart ekan. Va bu zamonimiz tushunarli bo'ldimi? Past perfect continuous o'tmishdan oldin nimadir sodir bo'lganligini aytishda ishlatiladi. Keling, kitobdan bir misol ko'ramiz. The two boys came into the house. Ikkita bola uyga kirdi. They had a football. Futboli bor edi. They was very tired. Ular judayam charchab ketgan edi. Undan oldin nima bo'lgan? Ular uyga kirib, qarabsizki, ular charchab turibdi. Undan oldin nima bo'lgan? Undan oldin bo'lgan narsa they had been playing football. Ular undan oldin futbol o'ynab kelishgandi. I was disappointed when I had to cancel my holiday. Men bayramni, ya'ni ta'tilimni qoldirganimdan xafa bo'ldim, deyapti. Chunki undan oldin nima qilgan? Nima xafa bo'ldi? Undan oldin nima bo'lgan? O'tmishdan oldin nima bo'lgan? Chunki I had been looking forward to. Uni judayam qattiq kutgan edi, deyapti. Men buni judayam qattiq kutgandim, shuning uchun xafa bo'ldim degan gap kelyapti. Yana Anne woke up in the middle of the night. Anne tunning o'rtasida uyg'onib ketdi. She was frightened, u qo'rqib ketdi. And didn't know where she was. Qayerdaligini bilmadi. Undan oldin nima bo'ldi uyg'onib ketishdan oldin? Uyg'onib ketishdan oldin she had been dreaming. U tush ko'rayotgandi. Tush ko'rgan. Keyingisi, masalan, I realized that I was in the wrong restaurant. Men tushundimki, men noto'g'ri restoranda o'tirgan ekanman. Va 20 minutdan beri nima qilib turgan? I had been waiting. 20 minutdan beri kutib turgandim. When I realized, tushunganimda, when qismi pastda keladi. When I realized I were in the wrong restaurant. Men 20 minutdan beri kutib turgandim. Noto'g'ri restoranga o'tirganini tushungandan so'ng 20 minutdan beri kutib turgan bo'lgan. Ya'ni u o'tirgan bo'lgan, undan oldin nima 20 minutdan beri kutib turibdi, keyin tushunib qoldi buni. Tushunib qolishdan oldin kutib turganda bu. Shuning uchun pastda kelyapti. Past perfect continuous zamonda kelyapti. Mana
I went to a concert last week. Men o'tgan hafta konsertga bordim. The orchestra began playing. Orkestr o'sha chalishni boshladi. After about 10 minutes, a man in the audience suddenly started shouting. Birdan bir kishi baqirishni boshlabdi. Orchestra o'shanda nima bo'lgan? Orchestra had been playing, chalayotgan edi. Orkestr chalayotgan edi va nima bo'lganda? A man, bir odam in the audience suddenly started shouting. Baqirishni boshlaganda chalayotgan edi, deyiladi. Baqirishni boshladi, undan oldin nima bo'lgan? Orkestr chalayotgandi. Keyin baqirgan odam. Shunaqa. Xo'sh, masalan, yana bittasini ko'ramiz. She was sitting on the ground. She yerda o'tirgandi. She was out of breath. Yomon ham ko'p keladi shu. Shu gap bilan eslab qolsangiz ham bo'ladi. Hansirab turgandi-da. Hansirab turgandi. Undan oldin nima bo'lgan? She had been running. Yugurib kelgan. She had been running. Mana hozir grammatikani o'tib berdim va mashqlarni ham ko'rib ketdik. Ko'rdingizmi? Xuddi mana shu holatda, ayniqsa past perfect. Continuous juda ham kerak mavzu IELTSda, juda ham kerak. Endi keyingi mavzuimiz have and have got. Hamma buni bilaman deb o'ylaydi o'zi bu grammatikani. Have and have got grammatikasi. Bu grammatika har xil ma'nolarni bildirib possession, egalikni bildiradi. Relationship, illness, kasalliklar har xil. Hozir biz egaligini ko'rib chiqamiz. Bu bor bo'lmoq degan ma'noni bildiradi egalik shaklida va uni ikki xil shakli bor. Birinchi shakli, masalan, mening ikkita akam bor desam, I have two brothers deyman. Mani ikkita akam bor deyman. Va aytsam bo'ladi teng. I have got two brothers. Mani ikkita akam bor deb I have got bilan ham aytsam bo'ladi, ikkalasi teng. Ya'ni bu qaysi holatda kelyapti? Present holatda kelyapti. Endi qarang. Va uni negativ shakli qanaqa bo'ladi? Agar I have bilan aytadigan negativ shaklida do, doesn't yordamga keladi. I don't have two brothers deyman. Mani ikkita akammi yo'q deyman. Agar have got bilan aytadigan bo'lsam, I haven't deyman, got deyman. Ya'ni have ga not qo'shiladi. Two brothers deyman. Tushunarli bo'ldi. Negativ shakli shunaqa bo'ladi. Agar buni so'roq shaklini yasamoqchi bo'lsam, so'roq shaklida have ga do oldinga chiqadi endi. Do you have, bormi sizda? Ikkita akangiz bormi degan bo'laman. Va agar got bilan keladigan bo'lsa, have oldinga chiqadi. Have yordamchi fe'l bo'lib turadi agar got bilan kelsa. Have you got two brothers deyman. Tushunarli bo'ldi. Egalik shakli shunaqa bo'ladi. Endi buni o'tgan zamon shakli qanaqa bo'ladi? Buni o'tgan zamon shakli aytganimdek tepada have had ishlatiladi doim. Had. Have got umuman ishlatib bo'lmaydi. Had ishlatiladi. Ya'ni I had a new car.
Mani yangi mashinam bor desam. Mani yangi mashinam bor. Va buni so'roq shakli did yordamga keladi doim. Did I have bo'lib ketadi a new car. Mana. Endi negativ shaklida esa I didn't bo'ladi. I didn't have a new car bo'ladi. Mana o'tmishiniyam ko'rib chiqdik. Bundoq o'ylab qaraydigan bo'lsak, present zamonda bunga do bilan does yordamchi fe'l, past zamonda esa did yordamchi fe'l, perfectlarda esa have yordamchi fe'l keladi bunga. Va buni egalik shaklini mana ko'rdik. Menda bor, menda yo'q degan shaklini ko'rdik have'ni. Endi esa ibora shaklini ko'ramiz. Ibora shakli qanaqa bo'ladi? Have'ni ibora shakli, masalan, have bu bitta fe'l bo'lib ketadi. Xohlagan tusga kiritish mumkin. Agar egalik shaklini continuous deb beraman desangiz, bera olmaysiz. Ega bo'lyapman degan ma'noda kelsa ham have bilan berasiz. I'm having deya olmaysiz. Lekin bu shunaqa fe'llar yasaydiki, have breakfast. Ovqatlanmoq, ertalab nonushta qilmoq. Have an accident. Have an accident. Baxtsiz hodisa ro'y bermoq. Shunaqa bitta fe'l yasaydi. Mana bu mustaqil verblar hisoblanadi. Ibora bitta bo'lib fe'l shaklida kela oladi. Have a baby, bolalik bo'lmoq degani. Endi buni qanaqa qilib, masalan, men nonushta qilyapman desam, endi men ayta olaman. Bemalol ayta olaman. I'm having breakfast deya olaman. I'm having breakfast deya olaman. Lekin I have a new car ni continuous zamonda ishlata olmayman. Bu ibora shaklida ishlatsangiz bo'ladi. Have breakfast, have dinner, have a cup of coffee, have something to eat, have a bath, have a shower, have a swim, have a break, have a rest, have a party, have a holiday. Ko'p ibora. Buni yodlash kerak. Qotib qolgan iboralar bular. Tushunarli bo'ldi. Misol ko'ramiz. We couldn't find his way to our house. Biz yo'limizni topa olmadik. O'tgan zamonda aytilyapti. Endi siz ham buni o'tgan zamonda berishingiz kerak. Sababi we did not have a map. Xaritamiz yo'q edi. She can't pay her bills. U soliqlarni to'la olmayapti. Sababi nima? She does yordamga keladi degandim. She doesn't have any money bo'ladi. Unda yetarlicha puli yo'q. I can't go swimming today. Men bugun suza olmayman. Sababi nima? I don't have enough money. Yetarli pulim yo'q. Mana. What does Jack do? Jack nima qiladi? Has he got a job? Has he got a job? Uni ishi bormi? Mana shu holatda bormi ma'nosida keladigan ekan. When you worked in your last job. Sen o'tgan ishingda, ishlaganingda sening shaxsiy ofising bormidi desa, nima bo'ladi? When you worked in your last job. O'tgan zamonda have you got bo'lmaydi. O'tgan zamonda gapiryapti. Worked. Had you bo'lmaydi. Sababi so'roq gapda kelyapti. Faqatgina to'g'ri tushadigani S javob. Did you have your own office? Ofising bormidi deydi.
Bunda "Are you feeling okay?" Yaxshi his qilyapsanmi? No, I am having a toothache. Mani tishim og'riyapti. Bo'ladi, okay. Chunki bu ibora have a toothache, tish og'rimoq degani. Bemalol continuous zamonda keladi. It started to rain. I got wet because I hadn't an umbrella. Yomg'ir yog'ishni boshladi. Ho'l bo'ldim, chunki zontigim yo'q edi, deyapti. Shunda hadn't to'g'rimi? Yo'q. Did not have bo'ladi. Mana shunaqa qilib to'g'rilash kerak. Bu tepada o'tgan qoidalarimizdan o'tgan zamonda did, hozirgi zamonda does, do yordamga kelishi qoidasi edi. Endi pastdagisi esa nima? Ibora holatda kelishi. Jim is away on holiday at the moment. U hozirda nima? Ketgan. Ta'tilga ketgan. I hope, men umid qilamanki, I hope he is having a nice time desak ham bo'ladi. U yaxshi vaqt o'tkazyapti deb umid qilaman, deyapti. Bemalol continuous zamonda foydalansangiz bo'ladi.